بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته hammalar yaxshimisizlar? Juma yomlar bilan deb shuni oddiy salomlashaverish kerak o'zi aslida. Alloh rozi bo'lsin hammalaringdan, hammamizdan. Mana nasib ekan bu juma ham yana ko'rishdik. Ilohim suhbatimiz ta'sirli, foydali bo'lsin. Ilohim bilganlarimizga amal qilishimiz Alloh taolo o'zi nasib qilsin ilohim. Ad-dinu an-nasihatu deb payg'ambarimiz aytganlar. Din shu sizlarda dinlaring, shu islom dini nasihatdir deganlar. Ya'ni dinimiz inson bolasiga faqat pandu nasihat qiladi. Nasihat degani bir shaxsga faqat yaxshilikni xohlab qilingan harakat, gapirilgan gap, shuni nomini arab tilida nasihatun deydi. Ya'ni yo yaxshilikni xohlashdan maqsad yo bir ishni yaxshi ishni qilgin deydi, yo yaxshilikni xohlashdan maqsad yomonlikni qilmagin deydi. Masalan, nasha chekma, aroq ichma, zino qilma, qimor o'ynama, urushma, aldama, yolg'on gapirma, bu ham bir yaxshilikda. Yaxshilik faqat chiroyli ishlarni qilish emas, yomonliklardan qaytish ham, yomonliklarni qilmaslik ham inshaalloh bu ham bir yaxshilik. Alloh hammamizni shunday muhsinlardan, muhsin degani yaxshi amal qiluvchi degani. Alloh hammamizni shunaqangi yaxshi amal qiluvchilarning qatorida qilsin ilohim. Juma kuni juma namozidan avval payg'ambarimizdan qolgan meros dinimizdagi bir suhbat haqida, bir mavzu haqida ilmiy suhbat qilish payg'ambarimizdan bizga meros bo'lib qolgan. Qaysi masjidga kirsangiz imom xatib mav'iza qiladi, ma'ruza qiladi, masala qiladi. Bizni tilga olganda jamoat eshitadi, bitta ma'lumotga ega bo'lamiz. Keyin o'sha gapirgan domla va eshitgan muxlislar hamma bilgan ma'lumotlariga amal qilish vojib bo'ladi. Misol, bir oyda 4 hafta bo'lsa 48 juma bo'lar ekan, bir yilda shunaqa bo'ladimi? 10 yildan beri juma o'qiyotgan odam 480 ta juma o'qibdi-da. 480 marta ma'ruza eshitgan. Endi aqiqa, janoza, internetni hisoblamayapman. Faqat juma kuni vaqti bo'lib kelib suhbat eshitgan odamni aytyapman. 480 marta ma'ruza eshitgan degan. Bu degani 480 ta ma'lumot bor degan. 480 ta bas 10 ta ma'lumotga amal qilingda avliyo bo'lasiz. 10 dona. Yolg'on gapirma, aldama, kayib qilma, ota-onangni xafa qilma. 4 ta sanadim hozir. O'zi shu 4 qilmagan odam o'zi cho'tgan odam bo'ladi. Ko'chada urushma, qimor o'ynama. Sigaret nosi 2 ta qilaylik, bitta qilaylikmi? 2 ta qilaveraylik. Sigaret nosi chekma, namoz o'qi. Shu toza odam bo'lib ketar ekanmiz. 10 donasiga amal qilsak. Chunki bilasizlar, deyarli mavzu oldingi jumadagi mavzu bu juma kelmaydi. Yangi har. Chunki tema ko'p dinda. Tema ko'p hamki din hayot, hayotda tema dinda bor. Din bu hayot. Hayotda nima kerak bizga? Masjidga kirib o'tirish kerak. O'rgatilgan. Kirasan, chiroyli kirasan, baqir-chaqir qilmaysan, indamay kelib o'tirasan. Qur'on o'qilmayotgan bo'lsa, ma'ruza qilinmayotgan bo'lsa, namozni makruh vaqti bo'lmasa, odamlarga xalaqit qilmasang, kiragan namoz o'qigin. Qur'on o'qilayotgan bo'lsa, ma'ruza qilayotgan bo'lsa, namoz o'qib bo'lmaydi. O kiraverishga eshik tagiga kirib quloq qoqib bo'lmaydi. Bu beodoblik.
Chunki odamlar kirib chiqadi. Keyin indamay o'tirasan, faqat zikrulloh bo'ladi. Baytullohda zikrulloh bo'ladi. Baytulloh bu Xudoning uyi. Xudoning uyida faqat Xudo eslanadi. Qur'on zikr, tasbihlar zikr, salovat zikr, namoz zikr. Xohlaganingiz tanlaysiz o'zingiz. Erinmayotgan bo'lsangiz namoz, erinayotgan bo'lsa o'tirib tasbih. Yo telefonda ochib Qur'on o'qib o'tirish, yo Qur'on o'qilayotgan bo'lsa eshitish, bu ham o'qish mustahab amal bo'lsa eshitish vojib bo'ladi. Xo'p, bugun mavzu dinimizda eng bir nima deydi? Islomimizni go'zal bo'lishiga sabab bo'ladigan amallardan bittasi ota-onaga yaxshilik tire ulkan savob. Ya'ni birrul validayn deydi arab tilida, ota-onaga yaxshilik qilish. Bu katta mavzu, keng mavzu. Lo'nda qilayotganda odamni yo jannati yo do'zax qiladigan mavzu. Lo'nda gap yaxshi-da. Lo'nda. Cho'zilmay borini gapir deydi. Lo'nda shu. Huma jannatuk aw naruk degan hadis bor. U ota-onang sani yo jannating yo do'zaxing. Bu farzandni o'ziga bog'liq. Farzandni o'ziga bog'liq bu narsa bu. Ya'ni farzand xohlasa ota-onasi tufayli jannatni o'ziga vojib qilib olsin. Farzand xohlasa ota-onasi tufayli o'ziga do'zaxni vojib qilib olsin. U o'zini ishi. Alloh taolo Qur'on bilasizlar 30 pora deymiz. Allohning gapi deymiz. Kalamulloh deymiz. O'zbek tiliga Allohning gapi degani. Qur'on Allohning gapi. O'zi hayotda bilimli, aqlli, seryozni odamni og'zidan shalaq gap, bema'ni gap, oldi qochdi gap chiqmaydi o'zi. Inson agar aqlli bo'lsa, bilimli bo'lsa, iymoni baquvvat bo'lsa, seryozni odam bo'lsa, og'zidan o'zi unaqa gap chiqmaydi. Oldi qochdi, yolg'on. Gapingga javob bersiz, javob bera olmaydigan mayda juda gap chiqmaydi-da, seryozni musulmon, iymonli odamning og'zidan. Endi bu bizi gapimiz haqida, sizni gapingiz haqida gap ketyapti. Endi Qur'on bu farishta, jin yo odamning gapi emas. Bu Qur'on Allohimizning gapi. Endi o'ylang. Alloh birorta e'tiborsiz gap gapiradigan zot emas. Ko'radi, men sizlarga decha tushuntirib o'tib ketay. Ko'radi, bizlardek ko'z bilan ko'rmaydi Alloh. Ko'rish sifati bilan ko'radi hamma. Alloh eshitadi. As-sami' zot. Ko'rishi al-basir. As-sami' eshitadi. Eshitishi bizlardek quloqga muhtoj bo'lib emas. Allohni eshitish sifati bilan dunyoda hamma ovozni eshitadi. Alloh biladi. Bilishi bizdek o'qib, aql bilan, qalb bilan emas. Bilish sifati bilan Alloh taolo hamma yo'qni biladi. Hatto ichimizni ham biladi. İçimiz oshqozonimiz ma'noda emas, qalbimizda ham fikrlar o'tadi-da. Qalbdan fikrlar o'tadi. Hatto Alloh shuni ham alimun bidati sudur degan. Qalbingni ham bilaman deydi. Xabirun bima ta'malun degan. Nima amal qilsang xabardorman deydi. Ana endi Alloh hammani ko'rib, bilib turadi, eshitib turadi. U ko'rish sifati, bilish sifati bilan Xudoy taolo biladi, eshitadi. Ya'ni Alloh taolo Qur'oni Karimda birorta nima deydi? Mayda bir qaysi jumada aytdimmi? Ismlar esimdan chiqib qoldi. Koronavirusdan keyin xotira ham ketib qolgan ochig'imanda. To'g'ri tushunasizlar. Tiklab bo'lmayapti endi. Bilmayman, tiklansa kerak. Joy tom ketib qolmagan endi qanaqadir. Go'yo esdan chiqib qolyapti. Nima? Ular bir ulug' zot olimni oldiga kelib bir savol berishganda o'ylanib turman, shuni bilmas ekanman deganlarida, bu mayda-chuda masala-yu, javob berib bersiz bo'laveradi deganda, yuzlari qizarib, achchiq qilib aytgan ekanlar. Kim aytdi senga
Allohning dinida mayda masala bor deb kim aytdi senga degan ekan. Bu büyük zotmi? Znachi dini ham büyük. Alloh mana sizga tegishli narsa u sizga qarab bo'ladi. Sizga tegishli narsa, to'xta deydi. Bu palonchini uyi deydi, yaqinlashma bunga deydi. To'g'rimi? U palonchini uyida u. Palonchi deganda balkim taqvoda obro'lidir yo pulda obro'lidir, endi bilmaymiz uni. Sizga tegishli narsa siz obro'ingizga qarab bo'ladi mana shu narsalar. Siz palonchini zavodi bu deydi misol. Nima demoqchiman? Endi bu din palonchi po'kinchini emas, bu Allohning dini. Endi Alloh qandoq buyuk? Allohning buyukligi haqida Allohni taqqos qiladigan ikkinchi bir narsa yo'q. Siz bilan men taqqoslashsak bo'ladi. Keling tosh ko'taramiz. Ko'taramiz, siz yutasiz, kuchda mendan kuchlisiz. Keling matematika yechamiz, kalla ishlatamiz, meni yutdingiz, kuchlisiz. Inson bir-biriga taqqos qilsa bo'ladi, pulini, kuchini, kallasini, chiroyini. Lekin Alloh bitta zot bo'lsa. Hamma ism sifatida Alloh subhanalloh zot. Ayib nuqsonlardan Alloh pok zot. Nima sifati bo'lsa, unda nuqson yo'q. Bizning sifatlarimizda akalar nuqson bor. 252 kilo ko'tarib chempion bo'lganga 252,5 kilo qo'yib bering, ko'tara olmaydi. 700 ta masalani yechib qo'ydi 40 sekundda, shuni 701 ta qilib yecha olmaydi. Ko'raman, meni zreniyam vashi zo'r deganga devorlar orqasini ko'rib beringni ko'ra olmaydi. Cho'ntagimda nima bor deganda ayta olmaydi. Ko'rishimiz, eshitishimiz, bilishimiz, kuchimiz, hammamizda nuqson, kamchilik bor bizda. İşimiz ham mana shu masjiddan dizaynidan bemalol kamchilik topsangiz bo'ladi. Chunki odam qilganman. Mana vitishkalar yo'q, havo tortadigan yo'q. Eshikni ochaylik desak, qip kiryapti oq. Yopaylik desak, isib ketyapmiz. Chunki masjidda naqsh qilish o'rniga to'plipoq qilish kerak. Unda havo tortadigan nima deydi uni? Dimahod, yana nima deydi? Shig'il va hokazo. O'zbekcha gapirlar, dimahod demang. Havo tozalagich qo'yish kerak bizga, naqsh, nahiy muhabbat bizga naqsh, to'g'rimi? Bizga sharoit kerak. Issiqlik, havo, toza havo, tanga davo deydi-yu. Toza havo bo'lish kerak. Uyqusiramaydi, bosh og'rimaydi. Shuning uchun mabodo men borligimda birorta masjid qursak-ku, u boshqacha bo'ladi, xudo xolasa. Naqsh bu narsa bo'lmaydi. Lekin biz yo'q bo'lib qolsak ham qavm aytinglar, bizga to'plipol musulmonlarga sharoit, zo'r tahoratxona, havoda tozalab berib turadigan yaxshi sharoit deb shunaqa qilinglar. Shunaqa qilish kerak. Xo'p, bu yoqqa o'tib ketib qolmaylik. Xo'p, Alloh taolo dinida mayda-chuda masala aytmagan. Hammasi jiddiy e'tibor berish kerak bo'lgan masala. Agar e'tibor bermasak, juda katta yo dunyo oxiratimizga zarar beriladi bo'ladigan masalalar aytilgan. Shu masalalardan bittasi Alloh taolo Qur'oni Karimda ota-ona haqida ochiq va ravshan bizga aytib qo'ygan. Ochiq. Ota-ona deb gapirib aytadi. Seni dunyoga keltirgan demaydi, dading va onang deb gapiradi. Tarjima qilsangiz validun validatun keladi yoki validayni keladi. Ya'ni otang, onang yoki bir ikkoni validayn deb keladi, ota-onang degan ma'noni anglatadi. O'zi Alloh alam G'azzoliy aytganlar, birorta inson na Qur'on, na hadis, na nasihatda ota-ona haqida eshitmasada, o'zi ota-onani ulug'lash, xizmatini qilish, yordamga muhtoj bo'lsa yordam berish, o'zi inson aql bilan topadigan bu masala deydi. Buni hayotda ko'p ko'rganmiz. Mana o'zimiz ham Qur'onda q harfidan xabarimiz yo'q paytda, dindan d xabarimiz yo'q paytda, Allohni 100% tanimagan paytimizda, payg'ambarni 100% tanimagan davrimizda ota-ona haqida yo'q, gap qaytarib bo'lmaydi. Gapga kirish kerak. Birov onamizdan kelib qo'ysa, tamom edi. Tushunmaganmiz endi u paytda. Endi hozir kelsa, oshna so'kib menib ketaveramiz.
Chunki shuna deyish kerak ekanda. Oldin so'kinsa, so'kinganiga pushaymon qilinardi endi. Lekin fikr bor edi, shu ota-ona uchun tamom turib berish kerak degan shuna fikr bor edi. Nimaga? Chunki o'sha aqli bor inson shuni bilish kerak ekanda, o'zi ota-ona deganda bo'l tamom, bu svitoy biz uchun eng ulug' inson. Ota-onadan tepada hech kim yo'q. Bo'lsa ustoz bor. Bo'lsa ustoz bo'lishi mumkin. Bo'lmasa ota-onadan yuqorida hech kim yo'q. Alloh shuni aytadi Qur'onda. Va qada robbuka alla ta'budu illa iyyahu va bil validayni ihsanan imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā واحفظ لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم. Yani Allah'ın gapi bu. O'zbekcha tarjimasi. Alloh shunday hukm qiladi. Hukm shu, tamom. Aytadiki, mendan boshqasiga sig'inma deydi Alloh. Ya'ni Allohdan boshqasiga sig'inmaylik, Allohdan boshqasiga yalinmaylik, Allohdan boshqasidan so'ramaylik akalar. So'rang to'lka Allohdan. U azizlardan so'rab bo'lmaydi. Ruhlardan, qabrdan, avliyodan narsa so'rab bo'lmaydi. Hatto payg'ambardan ham so'rab bo'lmaydi. Bu shirk ochiqchasiga. So'ring Allohdan, to'lka Allohdan so'raylik. Faqat biza aqidada, Maturidiy aqidasida mumkin deyilgan Alloh ulug' qilgan narsalarni o'rtaga qo'yib vasila qilsa bo'ladi. Cheres, payg'ambaring hurmati, kaloming Qur'on hurmati, o'zingni buyukliging, ism sifating hurmati, shularni avliyolarning hurmati o'rtaga qo'yib vasila qilsa bo'ladi. Bu bor. Vahobiylar vasilani ham shirk deydi. Men ichlarida vahobiylar bo'lsa, noto'g'ri gapiryapti, deyapti hozir mani. Vahobiy bo'lmasa, endi Maturidiy aqidasida bu meni gapim emas. Men o'shalarni ulamolarimizni, Maturidiy hazratlarini gaplarini sizlarga aytib beryapman. Bu meni gapim emas bu. Vahobiy hizbutlar shunga unamaydi. Oqim deylar, yo'q deydi. Hatto shuni ham qo'yib bo'lmaydi deydi. Hali g'orga qamalib qolganlarning hikoyasini hadis qilib Rasululloh alayhisolom aytadilar-ku. Shu qilgan yaxshi amallarni o'rtaga qo'yiladi, g'orda to'sib qolgan tosh ochiladi, bitta-bitta suriladi. Vasila mumkin. Lekin primoy so'rab bo'lmaydi avliyodan. Yo payg'ambardan, payg'ambar menga o'g'il bering yo pul bering deb bo'lmaydi. Nauzubillah, bu shirk bu. Lekin cheres vasila qilib qo'yib so'rasa bo'ladi. Alloh shuni aytadi: "Alla ta'budu illa iyyahu." Mendan boshqasiga sig'inma deydi. Endi egilish, sajda qilish, u vobshe u shirkun, bu juda katta narsa. Sherik, mushrik. Bizda ham shirk kirib kelgan o'zbek tiliga ham. Mushrik arabcha so'z. O'zbek tiliga ham shirk desa hamma tushunadi o'zi. Va shunaqangi seryozni masalani oldida, mana shirk bu seryozni masala. Allohga sig'inish bu seryozni masala. Mana Alloh alla ta'budu illa iyyahu, mangagina sig'ingin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in deymiz o Fatiha surasi. Shu gapga javob berib qo'yish kerak. İyyâke na'budu, sengagina sig'inamiz va iyyâke nesta'in, sendangina so'raymiz deyapmizmi? Gapimizga javob berib qo'ying. To'lka Allohdan so'rang. Shuning uchun men ko'p aytaman. Odam bolasiga o'zingizni muhtoj ko'rsatmang. Odam bolasiga o'zi muhtoj, xokisor qilib bo'lmam. Xo'p, ayol kishining zaifligi uni kuchi deyiladi. Ayol kishining zaifligi uni kuchliligi deyiladi. Zaiflik qilib voy xo'p bo'ladi, yig'lab libo ishini qildiradi. Bu uni kuchi u. Lekin erkak zoti lo'larni qaltiratib bechora ko'rsatmas kerak. Qarz so'rash bor, yordam so'rash bor, u boshqa masala. Innalloha ma'al madyun degan hadis bor. Alloh qarzdorlar bilan birgadir, u boshqa masala. Siz mendan, men o'zim ham bir odam borib maslahat so'rayman. Aka qo'lingizdan kelsa shu ishga yordamingiz kerak deyman mana. Menga ham keladi. U ma'noda emas bu. Xudodan so'raladi, Xudoga sig'iniladi, lekin sabablar oqtariladi. Kasal doktorga boradi, quruvchi arxitektor, qurilish qilayotgan arxitektorga boradi. Kaltayi ekan kuchlikka boradi. Aka mana shu ezvordi meni uraverib desa,
Hali kuchli bitta telefon qilib, uka deydi, nafas olmay qaytib deydi, bo'ldi tamom ish bitadi. Xo'p, shuni aytadi Xudo, aytib turib, va bil validayni ihsana, ota-onangga ihson qil. Ihson so'zi yaxshiliklar degan ma'noni aytadi. Bu degani yer yuzida planetada nima yaxshilik bo'lsa, shuni eng zo'rini ota-onangga qil deydi. Muomala ham, o'zimizni kamtar tutishimiz ham, xo'p, narsalar, uy jihoz. Endi qarzga botmagan holatda ko'rpangga qarab oyoq uzat deydi, ko'rpangga qarab oyoq uzat deydi. Ko'rpa qancha 40 santimetrmi bo'ldi, o'shanga qarab oyoq uzatish kerak. Ko'rpa 42 metr cho'zib olsangiz, u bo'lmaydi. Bobolarimiz juda aqlli bo'lgan deyman-da, maqollarni o'qib, eshitib turib, bitta maqolni urib berganda ko'p narsani. Ko'rpangga qarab oyoq uzat, tamom. Bu degani pulingga qarab ishingni qil. Hali hozir bizda nima ko'payib ketdi? O'zi puli yo'q, puldorlarga qarab o'xshayman deb kuchaniyatib gimaro bo'lib qolyapti. Bo'lmaydi u. U bo'lmaydi. Nima? U puli bor, u bo'ldi, u qilaladi u. Uyini, darvozasini, mashinasini, u gap yo'q unga. Endi bizda unaqa emasmi? Bo'ldi, uyatmas. Moskvichmi? Bo'ldi, uyatmaslik kerak. Matizmi? Bo'ldi, uyatmaslik. Zato qarz bas, o'lib qolsak, shu qarz bo'lib qolmaydi. Hozir 3,5 ming dollar puli bor Matizga. Yigit Malibu olganlar 27 ming dollarga. Yurarlar. Miyada qarz, bizin 0. Nima kerak u narsa? Nabarot obro'sini tushiradi bu. Agar o'rtoqlari buni shaltag'iga botib, qarzga olib uzalmay yurganini bilsa, u samolyot minmaydi, hamma ustidan kuladi. Lekin hech qanaqa qarzi yo'q ekan, yarimi ulangan bo'lsa ham Spark olibdi desa, u cho'tki u. Unga obro' olib keladi. Shu fikrni yoshlarga kirg'izib bo'lmayapti. Yoshlarda programmasi virus tushib qolganmi bilmayman. Yo udalit qilib boshqa qo'yish kerak, yo obnovit qilish kerak. Yoshlar o'zi fikri ko'p, libboy narsada, libboy texnikada programma boshqaradi. Shuna katta 360 ta odam sig'adigan samolyotda do'ppi debdi programma boshqaradi. Do'ppi deb bo'lsa agar. Katta mashinani ham bilsam deb ochamiz-chi programmachi. Nima qiladi? Tez yuradigan bo'ladi. Insonning programmasi bu aqli va qalbi. Aql, qalb ketdimi, bo'ldi, pishdi u odam. Fikr o'zgardimi? Tamom, ketaveradi yomon tomon. Shuning uchun shu programma, aql, fikr, dunyoqarash, kurgazoring buzilmasin desang, suhbatdoshni zo'ri bilan bo'l deydi. Kalan chekib, narda chekib, oldimizda quruq karandadirdi. O cho'ntagida hemir yo'q, oltachi qilib yuradigan bolalarni yoshligimizda quruq karanda deyiladi. Quruq o'zi cho'ntagiga qo'ltiqsiz pulba poychadan chiqadi. Teshigi o'zi, lekin karanda. O'shanaqa bilan o'tirgan bola bo'ldi, miyasi ayniydi. Shuning uchun bolalarimizga ham kim bilan o'rtoq bo'lishni o'rgatish akalar, dadalar, onalar, amakilar, tog'alar. O'zi birinchi biz paniyatkalik bo'lishimiz kerak, ochig'ini aytganda. O'g'il bola ichadi, chekadi, bir deriski bolalar, shuna bolalar bilan yur desangiz, uni amaki kerak emas bu shu. Aqlli, bilimli ota o'g'liga, amaki tog'a jiyanlariga, ona, amma xolalar jiyanlariga o'rgatish kerak. Uyatsiz qiz bilan yurma, bolalar bilan gaplashadigan qizlar bilan o'tirma. Xo'p, bir dugoning erdan ajragan bo'lsa, erdan ajrab chayli yurgan bo'lsa, u bilan gaplashma, blokka tiq tezda telegramini deb o'rgatish kerak yosh avlodga. Bolalarga karta, narda, qumor, ichib, chekib, kalyan, zino, bekorchi ota-onasiga baqiradigan, ota-onasi telefon qilsa olmaydigan bolalarni udalit qilib, vobshim отношение qilma. Mayli yolg'iz qol, lekin отношение qilma bu bolalar bilan. Chunki senga ta'sir qiladi. Qozonga yaqin yursang, qorasi yuqadi. Shuning uchun uyga ham hadis, Qur'on kitoblarida qatorida badiiy va maqol kitoblarini ham olib kirib qo'yish kerak. Kitob oladiganlar bo'lsa mabodo. Mana uy joy endi gapirib qo'yaylik. Uy quramiz-ku, oshxona, qatga chizdiramiz, spalni, hojatxona, hammom chizdiramiz, mehmonxona. Akalar shu arxitektorga ayting, hech bo'lmasa 3 ga 3 bo'lsa ham kutubxona degan joy chizib bermanga. Bo'lsin. Uyimda ham hojatxona, mana hammom, mana oshxona, mana mehmonxona, mana yotoqxona, mana xona, mana kutubxonam. Yo'q, musulmonni 99.9% da shuna joy yo'q. Menda kutubxonam bormi? Men kitob javonim bormi?
Kitoblarim sig'maganda men 3 ta shkafga tarqatib yuborganman. Uyim kichikligi uchun bir alohida joy qila olmayapman. Lekin qilaman. Endi hammasini o'qib, ag'idan kirib bag'dan chiqib ketmagan bo'lsam ham, inshaalloh bolam o'qiydi. Nevaram o'qiydi. O'zim ham o'lguncha o'qiyman. Bizda musulmonning uyida kutubxona yo'q. Yo'q. Alohida ajratib o'tirib kitob o'qiydigan vaqt yo'q, ajratmaydi. Kitob o'qimaydi. Yo badiiy, yo hadis, yo tafsir, ya'ni o'zimizni ajdodlarimiz yozgan Alisher Navoiyning kitoblari, yo kimdir nimadir. Yo dunyoda nimadadir tanilgan insonlarning kitoblari bor. O'qib qo'yirish kerak shular. O'qib, biz kitob o'shasak, bolalar kitob o'shaydi. Bugun dada televizor tagidan chiqmasa, bolasidan bo'ladi. Telefon tagidan chiqmaydi. Xo'p, mayli, bitta yana mavzuga qaytamiz. Endi yer planetada nima narsalar bo'lsa, shuni yaxshisini dadang bilan onangga qil, deyapti. Shuning uchun yosh avlod, dadasi, onasi hayotlar. Bitta o'tirgan mana kattalarni ko'ryapmiz, juda ko'pimizni, deyarli kattalarning hammasini otasi, onasi o'tgan. Shular qatorida meni ham ota-onam o'tib ketishgan. Ichimdagi armon o'zim bilaman endi nima bo'layotgani, nimalar qilolmaganimga achinayotganimni endi o'zim bilaman. Endi qari bilganda pari bilmas deydi-yu, shu kattalar, bolam unaqa qilmagin, mana bizga shoh chiqmadi, 47 yil ichdik, tashadik mana, Xudoga shukr. deb qarilarni o'zi hayot tarbiyalab qo'ygan bo'ladi. Shu qarilarning gapiga kirish kerak bizda yoshlar. Shu yoshlarga men aytaman, ish. Jannatning eshigini ushlaymiz-ku, ruchkasini inshaalloh. Halqami, ruchkami ushlaganimiz ish o'shanda tugaydi ekanlar. Siz bilan mendan zo'ri ham tugatalmagan ishni. Tugamaydi bu. O'lsiga ham tugamaydi. Nabarot ishni haqiqiysi o'lgandan keyin boshlanadi. Hatta hayotga javob berish kerak, qilgan ishlarga javob berish kerak. U problema ham. Ish gap qisqasi jannatning eshigi ushalganda endi ish tugaydi. Nima demoqchiman? Ish tugamaydi akalar. Unga boray, to'y, futbol, oshnalar bilan o'tirish, ish, panonim bor, po'kinim bor. Ota-ona uyda o'zi yakka o'tiradi, qarigan, 50, 60, 70 yashar. U bizni ikkita nonimizga emas, mehrimizga zor bo'ladi. Mana endi tushunyapsiz-da hozir. Bolamiz bizni 3 soatda sog'insa, biz bolamizni 30 minutda sog'inamiz. Bola 3 soatda sog'inadi, yo 5 soatda sog'inadi. Ota-ona reski sog'inadi. Nima demoqchiman? O'sha otasi, onasi hayotlar nima deydi? Hamma ishni rejalashtirayotganda dada bilan onani qo'yib turib, ota-onani qo'yib turib, keyin ishingizni rejalashtiring. Kerak bitsin. Nimaga? Bizi ishimizga ota-onani xizmati xalaqit emas, ota-onani xizmati roziligi ishimiz xalaqit qilmasin. Oshna men futbolga bora olmas ekanman. Nimaga? Cho'ta onam yo dadam qovog'ini solib o'tiribdi. Uzr menga. Kaman deydi, 6-sani deyim, yo uzr oshna, men bora olmayman. To'yga bora olmas ekanman oshna. Nimaga? Onam ish buyurib qoldi. Bo'l tamom. Всё. Nima desa. Telefon qilib qoldi. Endi osh solgan joyida, ovqat solgan joyida telefon. Bolam kelib ketgan deyapti. Oshna uzr, men turdim, Alloh akbar. U solayotgan paytda emas, solib turgan joyida. Ona zarilmi, ota dada zarilmas. Bu mana ketyapti. Bo'l chetdaman. Men aytdim, unaqa edim, yo'q. Bo'lmaydi u. O'tirish kerak, gaplashish kerak. Bor endi bolam ishingga deb duo qilsa, ana turing, inshaalloh ishingiz ana yugurib boradi. Nimaga? Chunki mana masalan, manuni tagida pul bo'lsa, pulni olish uchun buni aniq olish kerak. Olmasdan pulni ola olmaysiz. Allohning roziligi, mana ota-onaning roziligini tagida turadi akalar. Tagida. Allohning roziligi kimga kerak emas? Kofirga kerak emas, fosiq johilga kerak emas. Iymoni bor musulmon borki, unga Allohning roziligi kerak. Allohning roziligini olayotsa, tepasida ota-onaning roziligi turibdi. Nima qiladi? Albatta ota-onani rozi qiladi, keyin ma'nun topadi. Hali oddiy misol bu. Nimaga ota-onani Alloh o'zining roziligini ota-onani roziligiga bog'lab qo'ygan akalar? Rozi qilish kerak. O'sha huma jannatuk aw naruk, ota-onang sani yo jannating yo do'zaxing degani shu.
Ya'ni kimdir ota-onasi bilan o'ziga jannatni vojib qilib oladi, zo'r xizmatini qilib. Kimdir ota-onasini xafa qilib, norozi qilib, o'ziga do'zaxni vojib qilib oladi. Qorimi, mullami, imommi, hojimi, eshonmi, taqsirmi, g'orni ichida yashaydiganmi, farqi yo'q. Ota-ona rozi bo'ladi, undan Alloh rozi bo'ladi. Ikkita hadis. Bittasi Rasululloh ketayotganlarida qo'shilib olay deydi. Ikkinchisi u bola o'zi aytadi. Men o'zim ixtiyor bilan ketmoqchiman deydi. Shu ikkovida ham Rasululloh alayhi vasallam ota-oning bormi deydilar. Ha bor. Bittasi mushrik deydi. Bor, ota-oning unamayotgan bo'lsa borma deydi. Ota-oning bilan sen xizmatini qil, o'sha sen uchun jihod deydi. Payg'ambar aytadi bu gapni, xohlasa shu gapga ishonmagan Sahih Buxoriyda varaqlasin, ota-onaga yaxshilik qilish bobi bor, o'qisin. Shunday turibdi ota-onaga yaxshilik qilish bobida, boblarga bo'lingan. Deganim ota-ona всегда прав, tamom. To'rtburchak deyaptimi? Xo'p bo'ladi, to'rtburchak. Faqat la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil xoliq. Jinoyat, isyon, yomon ishlarda maxluqqa itoat qilinmaydi. O'g'lim tayyorlan, krasovkaniki, ketdik, palon joyda o'marib kelamizsa, dadajon uzr. Butga sig'inamizsa, dadajon uzr. Ibrohim alayhisalom dadalari but yasab sotgan bilasizlar. Hatto o'g'illari payg'ambar, o'g'illarni o'zi gapiga ishonmaslikda dadalari gapirib yurgan. Lekin dadalarni tashib ketganmilar? Yo'q. Urganmilar? Yo'q. Baqirganmilar? Yo'q. Nimaga? Alloh bunga unamaydi. Mushrik bo'lsa-da, alkash bo'lsa-da, har qanday yomon bo'lsa-da, u dadamiz biz. U bizning onamiz u. Onasini eshiklarni ochib qo'yinglar, ikkovini akalar. Katta-katta qilib. Xo'p, bir Dimahot haqida gapirdim, birortalang bir reaksiya bildirmadingmi? Hamma o'tiravergan menga o'xshab. Ochib tashlash eshiklar. Issa, kislorod qolmasa, karbonat, angidrid ko'paysa hamma lanjlashadi. Uyqusirab, esidan og'zi yetilib ketadi. Toza havo bo'lsa, bo'dirib o'tiradi odam, to'g'rimi? Shular qatori men ham-da. Men sizlardan tepada o'tiribman, hamma karbonat, angidrid menda hozir. Shuning uchun Dimahot qildirib qo'ylar dedim men. Endi shetdan qildiraylik desak, u shetda svetiyu, gazini to'lovini o'zini zo'rg'a eplayapti, shu 4000 ta erkak. Ha, erkak deydi. Kulib ketaveramiz. Chetdagi teppa-teng yarmini olib tashasa, yosh bola, pensioner, o'zi muhtoj kambag'al 2000 tamiz har juma bemalol 50 mingdan tashalamiz. Yo, noto'g'rimi? Qilinglar. Bir tiyinlayinga men javob beraman qiyomat kunida. Xiyonat bo'lmaydi. Nabar 50 ming tashlasangiz 70 minglik ish qildiraman men masjidda. Nabarot. Qilinglar shu narsani. Xudo xayr bergunlar. O yo'llarga qut qo'yib qo'yishi masjidda o'tirganlarga sharmanda, pozor o'zi aslida. Pozor. Allohimizning uyini ehson qutisi tashqarida turishi pozor. Men ko'rib turib nerim qo'ziydi meni, to'g'risi. O'ylab musulmon bo'lmay o'ldi o'zimga aytaman men. Zapravkaga borsiz turibdi, bozorda tursiz turibdi. Nimaga qo'yganda o'ylaysiz? Ha? Vatan nodavlat, notijorat juda katta tashkilot hisoblanadi. Kamida 10 ta odam ishlaydi. Qaysi birlar 1,5 million oylikka 1 oy ishlaysizlar? Keling mana olamiz ishga. Birortangiz ishlamaysiz yerda o'tirgan. Birortangiz ishlamaysiz. Men siz bilan gaplashmay turib aytib beraman. To'g'ri, botirlik qilib 1 oy turasiz, ikkinchi oyda sekin tizasiz. Lekin shu yerda 10 yil, 20 yildan beri ishlayotganlar bu. Alloh rozi bo'lsin shulardan. Biz ham xohlaymiz, biz ham 7 million, 6 million berish kerak aslida. 1,5 million, 3 million nima bo'ladi bitta ro'zg'orga aytingchi? Nima bo'ladi 3 million pul? Bu sifr xolos 6 ta nollik. Pulni qadrini ko'ryapsizlar-ku? Nima bo'layotgan? Qilish kerak ekan, eshitib ketavermas kerak. Bu jiddiy gap. Jiddiy masala.
Xullas, Alloh aytadi, dunyoda hamma yaxshilikni ota-onangga qilgan. Shuning uchun bolalar o'lgandan keyin to'q hojakalarni, to'q domlalarni chaqirib, yedirib, yig'lab, duo qilib o'tirmasdan tirikligida qilinglar. Tirikligida qilinglar, tirikligida qilib qolinglar. Gilom, divan, hojat, torat, dush. Qariganda odatda inson hojatga ko'p ish tushadi. Uyning ichidan qilib bering, dushi, sharoiti. Hozir o'zi havoni tozalab turadigan apparatlar chiqqan, o'zi atir sepib turadigan apparatlar chiqqan. Odatda qarigan inson bitta joyda yotavergandan keyin hidlanadi narsalar. Bir kunda 3 mahal kerak bo'lsa, latasini alishtirtiring. Taydali plastina pada deganlik deydi-ku. Qiling, olib kelib qo'ying, 30 ta, 40 ta, 50 ta olib kelib qo'ying. Qiling. O'lgandan keyin men pulim yo'q edi. Do'ring mayli. Qilmang mayli. Yaxshi yurganimiz o'zi katta ehson, pul bo'lsa, hali aytganimizdek. To'q mahallangiz hojakalariga, to'q domlalarga yedirmasdan, beva, kambag'al, yetim, qiynalgan, muhtoj, kasal. Yana bugun hozir yo'lda kelyapti, ochig'ini aytsam, ko'zimga yosh keldi. Vaqf xayriya jamg'armasi Sardor Rahmonxon boshchiligida birinchi quduqni ochishda qishloqda xursandchiligini qarang. Hozir men Sardor Rahmonxon do'stimizdan so'radim, shu necha pul ketdi deb. Endi javob men kelgandir bilmadim. Qilishimiz kerak ekanlar. Qilinglar, ana vaqfga tashlaylar. Hozir men sizga mana otam o'tgan, onam o'tgan osh yedirib ehson qilsam, 7 soat uzog'ingiz, energiya, shundan qilgan quvvatingiz savob dadam onamga boradi. Quvvat ketdi, bu tugaydi ehson. Mana quduq bor hozirgi quduqda ahmoq kelib bir yondirib bir narsa qilmasa, bo'ldi, qiyomatgacha ishlaydi o'sha quduq. Ashiga kim nima tashagan bo'lsa, vaqf xayriya jamg'armasining kodiga pul tashagan bo'lsa, o'sha yerga 3000 so'm qo'shib qo'ygan bo'lsa, mana o'lib ketamiz biz yaqinda. U quduq qoladimi? Ana sadaqa joriy akalar. Shuni tushuntirib bo'lmayapti odamlarga, men hayron qolaman. Tushuntirib bo'lmayapti shuni. O kuni aytdimki, masjidlar har juma bittadan yetimga uy olib bersak bo'ladi. Har juma 2 xonali uy 22-23 ming dollar, 25 ming deng. 2000 ta odamga nech puldan tushadi? $1 dan desa 2000 dollar bo'ladi. O'ylang, bemalol aytibman, 2000 ta bemalol 50 ming, 100 ming, 200 ming bilinmaydigan odam ichimizda o'tiribsizlar shu yerda. Faqat qilmaysizlar. Qilayotganingizni gapirmay, qilmayapsiz. Kelayotgan miqdorga qaraganda qilayotganingizni ko'ringchi. Fizikada bir qoida bor. Idishga kirish bo'lsa, chiqish bo'lmasa, idish portlaydi. Metanni ham damlaveringda portlaydi. Kiryapti. Hamma men o'zimni biznesimda oylik privilimni yaxshi bilaman men. Ha, endi undan chiqishchi. Nech pul beryapti Xudo? 4 million beryaptimi o'shani? Beryaptimi? Beryapti. Qilmayapti, biz musulmonlar jimot, pishiq, baxil, xasis bo'lib ketyapmiz. Faqat o'zimizni o'ylaydigan bo'lib ketyapmiz. Qolib ketadigan narsaga jon jahdimiz bilan sarflaydigan, jonimizni beradigan bo'lib ketyapmiz. Lekin xayriyaga kelganda, ehsonga kelganda 0 ishoning 0. Men bilaman-ku, men bilaman, men bilganim uchun gapiryapman. Shu 0 deb san desang, kesin o'sha men gaplashaman o'sha odam bilan. 0 hammamizga, sizlarga emas, meniki ham qo'shib. Qilayotgan narsalarimiz, bizga berilayotgan narsalarda oldin 0 akalar. Qilish kerak. Unutmaylik, jannatga saxiylar keladi. Al jannatu darul asyo. Jannat saxiylarning uyi. Baxillarning uyi emas u. Qilaylik akalar, qilaylik, yordam qilaylik. Xudo xolasa shuna davrlar keladi, zakot bergan odam yo'q. Ishoning, shuna davrlar keladi. O'zi qiyomatda alomatlardan bittasi shu. O boy ko'payyapti hozir. 3000 dollar puli bor odamga yo 3000 dollarlik qo'yi, moli yo to'g'i bor odamga pul zakot berib bo'lmaydi. Bu davr kelyapti o'zi. Kambag'allarni boshini silab, o'pib, yaxshi ham sen borsan, biz ehson sadoqatimizni senga qilib olamiz degan davrlar bo'lgan. Endi sen hayotligingda Xudo aytadi, hali oyatda davomi. Ota-onang yaxshilik qil deganda bo'ldi. Bu haqida gapirsa gap ko'p. Kuyov bolalar
uyingizda yotgan uyingizni ko'ring-u, dadangiz bilan onangiz uyini ko'ring. Pardangiz, gilomingiz, palon to'shagingiz yo'q, nabarot dadamiz paypoqlarni tayi suzilib kiyaverganda yo'q, alishtiring, qiling. Olib kelib qo'ying, pachkalab olib kelib qo'ying, pachkalab. Obuvni olib kelib qo'ying, ras qarimi, ortopediskiy naqa tuflilar chiqqan, oyoq og'rimaydi, rohatda yuradi. Ortoped desiz, kiyim purishlaringiz bor. Yumshoq kiysa oyog'i mazza qiladi. Olib kelib qo'ying 3 xil, 4 xil, 5 xilini. Terib qo'ying ota-onangga. Tovonimda yilib, qiyshayib ketgan narsani kiyib yurmasin. Siz o'zingiz uchun kiying o'zingiz. Ko'chada shunday yuring, o'rtoqlarsiz ko'rib kulsin mayli. Yani to'g'risini ahvolini qiladi, mayli. Lekin dadamizga kiyizib qo'yinglar, onamizga kiyizib qo'yinglar akalar. G'ichillagan bo'lsa bet meni yurmasin. Raz moshinaga pul yo'qmi? Germon bo'lsa betdan olib bering, chotkisidan olib bering. Yoniga elektr zapasi bori ham chiqdi hozir. Hech bir $700 mana shunaqa ekan. Qiling, soting telefoningiz. Oddiy internet telefon ishlatib yuring. Siz mana hozir internetda telefon ishlatayotganlar. Internetda pul topyapsizmi? Bir tiyin topmaysiz. Instagram oldi qochdi bir balolarga ishlatasiz. Qilinglar bolalar. Xo'p, endi Alloh aytadi davomida, endi sen borligingda ota-oning bor bo'lib, ikkovlari yo ikkovidan bittasi, yo ota o'tib ketadi, yo ona o'tib ketadi, yo ikkov bo'ladi. Qarasa deydi, sen borligingda deydi. Xudo aytadi. Fala taqul lahuma uffin, dading, oning injiqligi tufayli uf deb qo'ymagin. Ularga qo'pol gap gapirmagin. Va qullahuma qawlan karima. Zo'r so'zlarni gapir. Paxtachilar bo'ladi, paxtani ota-onaga qo'yaylik akalar. Mulozamatni ota-onaga qilaylik. Shirin so'zni ota-onaga qilaylik. Shirin gapiraylik, yaxshi gapiraylik. Kirganda tika turaylik. 33 marta kirdimi? Turing 33 marta. Turing. 100 martaga 100 marta turing. Telefon tutib, yo yon boshlab, televizor ko'rib, ha dada, bu tashlaymi? Ho'kiz, to'roningni. Deydigan odamda o'zi yo'q. Shuni aytib qo'yapman-da. Oldin bizni beparosatlarida, endi o'zimiz sodda tilda gapiryapman-da, ho'kiz deyishgan. Katta bolani ho'kiz qilayotgan ishini qara degan. Chunki bunga dalil ham bor, odam bordir, odamlarda naqshidir, odam bordir, hayvon undan yaxshidir. Alisher Navoiy bobomizning gaplari. Odam bor, farosat, vijdon, or, nomus yaxshiligi bilan naqsh kabidir. Odam bordir, hayvon bas, hayvon undan yaxshi. Mol undan yaxshi. Eshak undan yaxshi. Nimaga? Hali biz aytgan sifatlar yo'q. Or, nomus, vijdon, farosat, madaniyat, kamtarlik, sahiylik hech nima yo'q unda. U ko'rinish, shakl odam bo'lib tug'ilib qolgan xolos. Xo'p, uf deb qo'ymagin. Tafsirda ulamolar aytadi. Uf degan so'z insonda malol kelganda gapiriladigan gaplarda eng pasi hisoblanadi. Eng pasi. Ya baqir chaqir, so'kinish, u yuqorilab ketaveradi. Xudo shuni ufda aytadi. Uf deb qo'ymagin, deyapti. Endi ulamolar aytadi, Alloh taolo eng pasiniki qilmagin degandan keyin pastdan tepa-tepasini vobshim yaqiniga borma degan. U tommaydi tomirlarni chiqarib baqirma dading bo'yinga degan. Oting bilan onangga baqirma degani, go'layma, xo'mrayma degani. Siz zamoningiz o'tib ketgan, hozir boshqacha zamon. Dumbil, nima bo'ldi zamonga? Nabarut ijobiy tomonga o'zgardik, xolos. Nima o'zgardi? O'sha zamon, o'sha oy, o'sha quyosh. Siz tushunmaysizmi? Sen tushunasanmi? Sen nimani tushunasan? Qarzga olib bo'lsa hammish, mina qilib to'y qilmasa bo'lmaydi, dadasi, "Ey bolam, sharoitingga qarab qilsa, yo'q, bizga to'g'ri kelmaydi." Sen kimsan sen? Ruslarda samozvanis degan narsa bor, bilasizlarmi? O'zidan yulduz yasab olish. Hozir yoshda o'zini kimdir deb o'ylaydi. O'zi surishtirib kelsangiz, palaxta o'zini bir mahallasi ham birov tanimaydi uni. U bizga to'g'ri kelmaydimi? Sen kimsan sen o'zi aslida? Xo'p, shu to'yingga pista qo'ymasang, ho birov gapirsa, o'lib ketsin gapirib. Mana to'ylarga boramiz. Yer yong'oq, non, mana masha 24-yillarda, shu kunlarda ma'ruzaga borgan joylarni aytyapman. Yer yong'oq, non, olma, choy. Men aytaman-da, shularga malades deyman. Nimaga?
O'zidan o'tirib shuni qo'yib bo'lsa ehson qilyapti deyman-da. Malades deyman. Maza qilib yer yong'oq chaqaman. Qilyapti-da zato. Xo'p, nimasi chataman o'sha joyda? Xo'p, dasxon cho'tki qilmabdi. Nimasi chatan? Bir insonni uyi, to'yi, mashinasi, usti boshi iloji yo'qligi uchun mindaraligidan jirkangan yo aloqa qilmaydigan yo gapiradigan odamlar bo'lsa, bilinglar, xuddi o'shalar. Men imom bo'lib borib shuni gapirsam, o'sha ham men ham o'sha. Dunyoda eng pastkash, ruschasiga paskudalar o'shalar bo'ladi. Uni sezdingizmi, bo'ldi, atnashiniyani uzing. Domla shu yerda o'tirib solgandan soni qara dedimi, bo'ldi, men bilan atnashiniyani uzavering domla bo'lsam ham. Chunki bu imom, domla degani bu avliyo degani emas bu. Ilmiga amal qilmasa shaytondan battar degani. Nima demoqchiman? Ras shuna dedimi, bo'ldi, u odam yomon odam hisoblanadi. Xullas, inson ikkita holatda injiq bo'lar ekan, jijiligida va qariligida. Injiqlik bo'lib, nimadirlar mana bir joyda bo'lib qolishi mumkin, bo'lishi mumkin. Shuna paytda malollanib uf deb qo'ymagin, deyapti Allohimiz. Ota-onasi hayotlar har qanday ota-onamizning injiqligiga chidaylik. Qattasan, nima qilyapsan? Kechasi ko'chaga chiqma. Chiqma shuni. Pishirib qo'yibdi masalan ko'chada. Shuna yoshlarda eshitaman-da, hayron qolaman, yosh bolamanmi men? Qattasan, ke deyishaveradi. Xudoga shukr qil. Hozir mana qani biz meni telefonimda dadam yo onam degan qo'ng'iroq bo'lsa-da, ularga chiroyli gaplarni gapirgan. Ya'ni ota-onaga qo'pol gap gapirib bo'lmaydi. Alloh aytadiki, xorlik qanotingni deydi, past tutgun deydi. Wahfiz lahuma janaha dhulli minar rahmati, ya'ni bu degani kamtarlik. Xo'p bo'ladi. Shuni majoziy qilib Xudo tushuntiradi, ya'ni xo'p bo'ladi deb. Va duo qilgan deyapti Xudo taolo. Ya'ni Xudo aytayaptiki, va qur robbirhamhuma kama robbayani saghira. Ey Allohim, meni go'daklik chog'imda rahim qilib, menga mehribonlik ko'rsatishgandek, sen ham ota-onamga rahim qilgin. Bu degani qiynalayotgan bo'lsa oson qilgin, o'tgan bo'lsa rahmatingga olgin, gunohini kechirgin degan ma'noda shu duoni qilgin deyapti. Chunki otalarimiz, onalarimiz bizga juda katta rahmat ko'rsatishgan. Buni ko'p kecha ham bir ma'ruzada ham aytib berdim. Ko'p aytaman, bir onaxon aytib beradilar. Biz bolalarimizga yoshligida ko'ynagini teskari kiyizgani deyishdi. Men endi tushunmasdan so'radim. Onaxon dedim, nimaga endi dedim, to'ppa-to'g'ri ko'ynak edi mana ko'ynak teskari kiyizgan ekanlar. Shunda aytadilar-da, shu
tikilgan choki og'ir badaniga botmasin deb teskari kiyizgan deydi o'dilar. Qarang mehribonlikda, hatto shu bolamni badaniga kiyimini choki qattiq tegmasin deydi. Maktab yoshda bo'lsa, endi o'sha 2-3 yoshda bo'lsa kerak-da. Yo jijiligida. Bu katta narsa bu. Buni tushunmagan endi tushunmay o'tiraveradi. Tushunganga-ku bu degani o'sha mana masalan bizga shuna mehribonlik ko'rsatishdimi? Do'konga kirganda opa yo aka ayolga masalan 60 yashar, 50 yashar, 70 yashar ayolga mana oyoq kiyim kiyganda botmaydigan, yurishiga qulay eng zo'r narsangiz qaysi deng? Mana badaniga bir zarar qilmaydigan, xush yoqadigan material qaysi deng? Bering shuni deng. O'ylamang, bering shuni deng. Shuni otaga, onaga shuna qilib olishimiz kerak. Yo'g'ida guvohi bo'lamizda, nima? Shu bolalarga qoyil qolaman bir tomondan. U nima desiz? Do'konga kiradi. Lekin sotuvchiga kelib aytadiki, aka deydi, narxlarni dadamga aytmang deydi. Aytsangiz ham 50 ming, 60 ming deb bering deydi. Tasavvur qiling, 5 millionlik narsani dadasiga 600 ming so'magan dada deyapti o'g'il. Tasavvur qilyapsizmi? Nimaga? U 5 million desa, vobshim kiymaydi dada uni. Yalansa ham kiymaydi. Olib borib bersam, yo'q, bor qayta olib tashab ket deydi. Chunki ota-ona shunday mehribonda. Mana kech paytda bitta joyda restoranda ko'rdim. Oilaviy kelishdi, otalari, onalari, o'g'illari, kelin, nabiralar kelishdi. Men yonimdagi shogirdlarga ham aytdim, qoyil dedim-da, ota-onada baribir dedim. Nevarang jig'liq qilsa, o'g'il kelin men ko'taray desa, ona nevarani ko'tarib sizlar ovqatlarni o'ylab, men ko'tarib yupatib turaman deyapti. Agar shu ma'ruzamni eshitsa, o'sha bola aytadi, "Qor ekan meni gapiryapti" deydi. Tasavvur qiling, onada bola, nevara, chevara o'zi ketdi qabriga. Shuning uchun ras bular bizni o'ylab uyqusida, yemishida, turishida, yurishida halovat sezmayapti. O'sha halovatni biz qilib beraylik. O'shaning uchun men u qaysidir jumada bekorga aytman, "Ey, o'g'il bola, ko'chadan uyga problema olib kirma, gapirma." Bizda aytishardi, majoziy qilib, tishingni oqini ko'rsatma deyishardi. Olib kirma problema. Ota-ona problema eshitmasin. O'g'il bola shuna bo'ladi. Musulmon shuna bo'ladi. Problema eshitgan ota-ona qattiq bemalol uxlaydi, bemalol turadi. Kerak bo'lsa pensiyasini ham to'plab men bolam deydi. Ota-onaga ona mana sizga pul deb oyiga 100 dollar, 200 dollardan berib turing-da. Ishoning. 5 oy, 6 oy, 7 oydan keyin bolam ishingga zarar bo'lsa 2000 pulim bor deydi. O'sha sizni pulingiz o'sha o'g'ilning o'zini puli bo'ladi o'sha. To'y qilsa beradi. O'ziga topillatib ishlatib yormaydi. Endi o'sha otani, o'sha onani bir yilda o'ldim deganda bir marta 10 kunga sanatoriyaga jo'natmagan o'g'il endi bilmadim endi. Bilmadim endi qanaqa endi. Bu gaplar unutmaylik, mehnat qilib, harakat qilib, alkash, narkosh, qimorvoz, fohishaga pul sarflamasdan o'zi tabiiy ravishda shunga pul topolmayotgan o'g'illarga tegishli emas bu. Nabarot kerak bo'lsa, agar eshitib qolsak 10 kuni 600 mingdan 1 million 200 ming 12 million bo'lar ekan, 7 million topdi, 5 million topolmayapti desa, qo'limizdan kelgan yordam nabarot qilamiz o'shanga kerak bo'lsa. Bular boshqa tema bu. Mehnatkash, halol, to'g'ri yurgan bola, lekin tabiiy ravishda Xudo bermayapti, ulgutolmayapti, bu boshqa masala. Lekin u so'morda osh yeb, olib tachlik, aroq, nasha, zino, qimor, falon telefon olib tachlik qilib, dadasidan, onasidan qisgan bolalarga biz pasportingdan erkak degan joyini o'chir, do'ppingni hech ro'mol o'ra deyman. Men shuna deyman. Men deyman, betiga aytaman. Sen ro'mol o'rasan deyman. Qani menga tashasinchi o'sha? Chunki men o'g'il bola shtat qilmayman unaqa. Sen kimsan deydigan bo'lsangiz, sizga qilib fuqaroman men. Musulmon sifatida shu fikrimga javob beraman men.
erkak bas ular. Agar sharoiti bo'lib turib, dadasiga, onasiga, xotiniga, bolasiga, bulardan o'tgandan keyin akasi, ukasi, opasi, singlisi, keyin davom etaveradi, amma, xola, tog'a, amaki, sinfdosh, qo'shni. Shulardan agar bo'lib turib qizg'anayotgan bo'lsa, u biz uchun u do'st emas u. 37 yilga sinfdoshimiz o'rtog'imiz bo'lsa ham. Ona masalan hozir 30 ga kirgan bola 30 yil 9 oy oldin onasini behalovat qilishni boshlaganda, 1 oylik bo'ldi, 2 oy, o'sha 4 oy, 5 oylikdan keyin ona o'sha yotishida ham, turishida ham, o'tirishida ham hech nima halovat bo'lmaydi. Na ovqat yeyishida, ko'yni ayniydi. Homilador paytini aytyapman. Qiyinlashaveradi. 7 oy, 8 oy bo'lganda endi qo'yavering endi. Tug'ayotganda tug'yati o'lgan ayol shahid deyilgan. Tug'yati o'lgan ayol shahidlik maqomi beriladi deyilgan. Tug'uruq paytidagi og'riq dunyoda bundan og'riq yo'q deyishadi. Biz erkaklar uni his qilmaymiz. Lekin tug'boq bolam yaxshimi deydi ona. Xolos siz raddomga boring bugun, hozir jumadan to'g'ri chiqing. Toshloqda ham raddom bor, Kaminatda ham bor. To'g'ri boring. Uzr g'alati savolim bor, jumada eshitdim, shukr qori shuna dedi. Opa, sizlar ustida turasizlar doim. Uzr noto'g'ri tushunmaydi. Tug'ruqda qattiq bo'ladimi deydi. Yo'g'ida yoniga olib kirib beribdi, eshitishim bo'yicha. Shu bilsin, ko'rsin deb. Mana hozir bitta ayol qattiq gapirib yubordim. Mol ekan, eshak ekan deb tashladim. Asabda bilmem nimalar deb tashladim. Erinida ikkita bolasi bilan taloq. Bitta bolasi 5 yoshar, bitta bolasi qo'lda ko'tarib turibdi. 3 taloq qo'yibdi. Yangi uylanaman bo'pti. Shunaqangi ifloslarni surishtirmagan, nikoh o'qigan ham iflos itdan past shular. Qiziga 200 pul so'rab bergan. Bolasi bu kim? Itam bolasini qaraydi-yu, qo'pog'ini. Itam bolasini qaraydi. Hozir itni bolasini olaman deb g'ajib yuboradi. To'g'riga. Bolasiga qarash ma'noda bu so'rasa, 3 taloq qo'yibmish, uji yangi uylanaman bo'ptiymish. Inshaalloh ko'radi shunaqalar. Shuna xor qiladi Xudo, shuna xor qiladi. Shuning uchun masjidda kelini borlarda, hammamizda deyarli bor o'g'lini uylaganlar. Yo endi uylaydiganlar. Kelinlarni xorlamanglar akalar. Yosh yigitlar, xotinni xorlamanglar. Allohdan achchig'i keladi. G'azab o'zbekchasiga achchiq degan. Allohning omonatini xorlayotgan bo'lasiz. Unaqa qilmanglar akalar. Yaxshi muomala qilaylik, bunaqa qilib tirik yetimlar ko'paytirmaylik. O'zi shu arzimagan narsaga xotinni taloq qo'yib, aliment bermay, qaramay yurganlarga bo'lgan statiya yengil deb o'ylayman-da. Bularga ochiqlikda joy qolmasligi kerak bular. Bunaqangi endi mayli shu joyini chiyillatib bersa, bir hezalay sifatlariga jamiyatda o'rin bo'lmasligi kerak. Ular turmada o'tirish, o'sha chirib ketish kerak o'sha joyda shunaqalar. Vijdonsizlar. Hozir men birovdan alamim yo'q bu temada. To'g'riga. Mani bolam bo'ladimi, jiyanim bo'ladimi, shu ish chiqsa sen iflossan sen deyman. Sen odam emassan deyman. Agar kelin va kelin tomonidan ayibsiz shu ish chiqsa. Ayib bor, so'kishga sabab bo'ladi. Ayib bor, qovoq solishga sabab bo'ladi. Ayib bor, innamaslikka sabab bo'ladi. Ayib bor, mintaloqqa sabab bo'ladi. U ayibni ajratadigan mana miya bo'lish kerak. Kalla o'sha 60 ga kirgan qaynatada mana kallasi bo'lish kerak 60 ga kirgan. Jasad 60 ga kirdi. Kallachi 14 yoshda qolib ketgan. Tupoy bo'lib qolib ketgan. Hamma narsani yoshi bo'ladi o'zi. Jasad o'sgan bilan bu miya, aql, fikr o'sdimi? Yashamaydi. Qo'yib yormasing, sutimga rozi emasman, palon po'kin. Mayli. Vaqtim o'tdi ketdi. Shu 10da kelsalar ham 10da mavzuni boshlasak bo'lardi. Hamma gapni gapirardi. Men hozir hatto masjiddagi gapni bitta oyat tarjima qilib berdim, xolos sizlarga. Xudo Robb uni ham
Bir qator qolib ketib qolibdi. Yo'q, aytib beribman. Ha, endi mana internetda bilasizlar, sizlarga qancha ma'lumot olgan edim mana. Mana shular, mana shu ma'lumotlar sizlarga olgan edim men. 11:30da chiqdim. 11:30da chiqdim. Yo'q, ko'plaring yo'q edilaring. 9:30da kelinglar, javob 9:45da ma'ruza boshlaymiz. Kami 1,5 minutda bo'lish kerak edi. Bahona tabii. 9:30dan 12:30gacha 3 soat bo'ladimi? Uni kelish kerak ekan endi ag'in. Ota-ona o'tgandan keyin ota-ona haqida gapirish qiyin ekan, to'g'risi. To'g'ri tushunasizlar endi. Ota-ona o'tib ketgandan keyin. Ho'kin o'rtasi rolik qo'yibdi. U ota-onasi bas-ku, endi ko'p yillar o'sha 60 dan 70 lar atrofida, balkim 70 dan ham katta. Instagramda ko'rgan bo'lsalar kerak yoshlar. Xotini o'lib qolgan ekan, xotinning ko'ynaklarini yopinchiq tiktirib olibdi. Ko'rgan bo'lsalar. Duo qilaylik, Alloh hammamizni, ota-onasi borlar, ota-onalaring kasal bo'lishmasin, kasal bo'lishsa shifo bersin. Ko'p yillar, uzoq yillar sizlarga bosh bo'lib, duogo'y bo'lib, nasihatgo'y bo'lib yursin. Ota-onasi o'tganlarimizni Alloh rahmatiga olib, oxiratda nobod qilgan bo'lsin. Bugungi suhbatdan chiroyli xulosalarni qilib yoshlar ota-onani g'animat bilib, o'zimizga jannatni vojib qilib olishimizni Alloh hammamizga nasib qilsin ya arhamar rohim.